Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Nilufar Anvarovna Registon o'quv markazining Universal filialida ingliz tili fanidan dars beraman. Biz sizlar bilan 4000 essential English words, ya'ni 4000 ta muhim bo'lgan ingliz tili so'zlarini yodlashni boshlagan edik. Bugun sizlar bilan keyingi unitini o'rganamiz. Qani ketdik. 24-unitimiz degan paytida. 3-so'zimiz cheer. Cheer. To cheer is to give a loud shout or approval or encouragement. Ya'ni cheer bu yerda quvnoqlik, demak qichqirmoq ma'nosida kelgan. Qichqirmoq, ya'ni baland ovozda xursandligidan qichqirib yuborish cheer bo'ladi. Gapni ko'ramiz. The crowd all cheered when the home team won. Butun olomon qichqirdi. Demak, ularning ona shahrisidagi gruppa g'alaba qozonganda. Ya'ni bu yerda cheered degani qichqirib xursand bo'ldi. Keyingi so'zimiz complex. Complex. If something is complex, it has many small parts. It's hard to understand. Ya'ni murakkab deb tarjima qilinadi. A jigsaw puzzle can be complex because it has so many pieces. Jigsaw degan jumboqli o'yin bor. U juda ham murakkab, chunki juda ham bo'laklari ko'p bo'ladi. Keyingi so'zimiz critic. Critic. A critic is someone who gives opinions about movies, books, plays. Ya'ni bu yerda tanqidchi bo'lib kelgan. Tanqidchi. O'zini fikrini beradi kinolarga, kitoblarga. Gapni ko'ramiz. The wine critic tested the wine so he could give his opinion. Ya'ni vinoni tanqid qiluvchi inson vinodan tatib ko'rdi va o'zini fikrini berdi. Keyingi so'zimiz direction. Direction. Direction is the way to go. Yo'nalish deb tarjima qilinadi. Go in this direction for 10 minutes and you will get to the river. Ya'ni bu yo'nalish bo'ylab 10 minut boring va siz daryoga yetib borasiz. Keyingi so'zimiz event. Event. An event is something that happens, especially something important. Nimadir muhim bo'lgan paytda sodir bo'ladigan voqea. Event bu voqea, muhim bir voqea degani. Gapni ko'ramiz. Finishing high school was a major event in his life. Ya'ni yuqori bosqichdagi demak maktabni tamomlagani juda ham muhim bo'lgan voqea, hodisa edi uning hayotida. Keyingi so'zimiz exercise. Exercise. To exercise is to run or play sports so that you can be healthy. Ya'ni siz sog'lom bo'lasiz. Bu demak sportlarni shug'ullansangiz, ya'ni mashq qilmoq ma'nosi kelib chiqadi. Exercise mashq qilmoq. You should exercise every day. Siz har kuni mashq qilishingiz kerak. 9-so'zimiz friendship. Friendship. Friendship is the relationship between people who are friends. Ya'ni do'stlarni orasida bo'ladigan aloqa, ya'ni do'stlik deymiz, friendship deb ataladi. Michael and Lisa have a very strong friendship with each other. Michael bilan Lizaning demak juda ham kuchli do'stlik aloqalari bor bir-biriga. 10-so'zimiz guide. Guide. A guide is someone who shows you where to go. Demak, yo'l boshlovchi, gid deb tarjima qilsak ham bo'ladi. We follow the guide at the park. Biz parkda demak gidga, ya'ni yo'l boshlovchiga ergashdik. 11-so'zimiz lack. Lack. If there is a lack of something, there is not enough of it. Ya'ni yetishmovchilik deb tarjima qilinadi. His only problem is a lack of money. Uning yagona muammosi pulning yetishmasligi. Keyingi so'zimiz perform. Perform. To perform is to do something in front of the people who watch. Ya'ni odamlarning oldida namoyish qilish. Perform bu namoyish qilmoq ma'nosini bildiradi. Demak, gapni ko'ramiz. He will perform a song for the class. U sinf uchun, ya'ni butun sinf uchun musiqa namoyishini qiladi. Keyingi so'zimiz pressure. Pressure. Pressure is what you apply to make someone to do something. Ya'ni bosim deb tarjima qilamiz. They put pressure on him to change his mind. Ular
bir bosim qildilar. U ya'ni unga fikrini o'zgartirish uchun. Keyingi so'zimiz probably. Probably. If something will probably happen, it's likely to happen. Ya'ni ehtimol ma'nosini bildiradi. Likely so'zini sinonimi bo'ladi. You will probably get a good grade if you study for the test. Ehtimol sen yaxshi baho olarsan agar testga, demak, o'qisang, tayyorlansang. Keyingi so'zimiz public. Public. O'zbek tilida jamoaviy, jamoatga oid deb tarjima qilinadi. If something is public, it's meant for everyone to use. Gapni ko'ramiz. I went to the public park to play with my friends. Men, demak, jamoaviy parkka bordim. Ya'ni ijtimoiy deysiz yoki xalqqa oid bo'lgan parkka bordim. Do'stlarim bilan o'ynash uchun. Public joylar ko'pincha bepul bo'ladi. Ya'ni undan butun inson foydalanishi mumkin bo'ladi. Keyingi so'zimiz smart. Smart. Smart means intelligent. Aqlli degan ma'noni bildiradi. Mary is a smart student. Mary juda ham aqlli talaba. Keyingi so'zimiz strike. Strike. To strike people or things is to hit them. Ya'ni bir insonga zarba berish yoki bo'lmasa bir urish ma'nolarini bildiradi. Gapni ko'ramiz. She struck the other girl in face. Ya'ni u boshqa bir qizning yuziga, demak, hujum qildi, zarba berdi ma'nosini bildiradi. Strike urishmoq, zarba bermoq. Keyingi so'zimiz support. Support. To support something is to like it and help it be successful. Qo'llab-quvvatlamoq ma'nosini bildiradi. Everyone at work supports the new plan. Ishdagi hamma yangi rejani, yangi planni, tamani, ya'ni terminni xato qilgan paytimda ishlataman. Oxirgi so'zimiz unite. Unite. To unite is to get together to do something. Birlashmoq ma'nosini bildiradi, birgalikda nimanidir bajarmoq. If we unite, we can finish our project faster. Agar biz birlashsak, proyektimizni, loyihamizni tezroq yakunlay olamiz. Aziz do'stlar, lug'atlarni yodlaganingizdan so'ng kitobda kelgan mashqlarni barchasini, krosswordlar, so'zlarni to'g'rilab qo'yish yoki reading qismlarini bajarib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Agar sizda muammo yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariya qismida yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha, see ya!